Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun biz Tojikiston Respublikasining Dushanbe shahriga oilaviy sayohatga chiqdik. Hozir Samarqand shahriga yetdik. Samarqandda Tojikistonga chiqib ketadigan Jartepa post orqali chiqib ketmoqchimiz. O'zimizda Yandex kartamiz Dushanbe shahargacha 370 km ko'rsatyapti uzoqligini. Mashinamiz propanda. Dushanbe shaharida diqqatga sazovor joylarni ko'rishni niyat qilganmiz. 2 kun qolamiz u yoqda. Dushanbeda mehmonxonani Booking.com ilovasi orqali 10-15 kun oldin bron qilib qo'yganmiz. O'sha mehmonxonaga borib joylashamiz. Dushanbeda diqqatga sazovor joylari yo'da 2011-yilda o'rnatilgan bayrog'i bor ekan. U dunyoning Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Balandligi 165 metr deb aytilyapti. Bu tasavvur qilish uchun 165 metr balandlikdagi bayroq degani bu где-то 40 etajli dom bilan teng degani. Taxminan shunaqa, juda katta deb aytyapti. Buni ko'ramiz. Video davomida ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Keyin yana Rudaki bog'ini ko'rmoqchimiz. Dushanbe shahridagi Rudaki bog'ida Istiqlol minorasi bor ekan. U xuddi o'zimizda Toshkentdagi teleminoraga o'xshagan, ustiga chiqib смотровой plashatkasi bor. Dushanbe shahri to'liq ko'rinadi deb aytishyapti. Uni ko'ramiz. Keyin yana Dushanbeda keyin platniy darogalar bor ekan, pulli yo'llar. O'zbekistonda yo'q, uni ham ko'rmoqchimiz. Narxlarini ko'rsatamiz uni. Tojikistonga oilaviy chiqib o'zimizning mashinada necha pul bilan aylanib kelish mumkinligini, keyin u yerga borish qanchalik qiziqarli bo'lishi to'g'risida bir tasavvur uyg'otishga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat, kuzatishda davom etinglar. Tamojani o'tib olganmiz. Navbat O'zbekistonga kirib kelishda juda katta. Chiqib ketish ham oson emas ekan-ku, kirib kelish juda qiyin ekan. Tojikiston Panjkent menimcha. Panjkent mana shu tog'ning narigi tarafi Baxtanda. Panjkent shahri. Panjkentga ketyapmiz mana, Panjkent markazi. To'g'ridagi tog'larning orqa tarafi o'zimizda O'zbekiston Baxmal qishlog'i shu tarafda. Baxmal tumanimiz. Mana baland tog'lar orqa taraf. Panjkent kattagina shahar ekan. Panjkent shaharning markazi mana shu. Necha etajli domlar bor ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etajli eski domlar bor ekan. To'g'riga 85 km Ayni ekan. Ayni ham o'zbeklar debdi-ku. Buratepa o'zbeklar 70. Mana yozuv. Ayniga 74 km qolibdi. Yoriy olti. Ayniga qarab ketyapti. Manzaralar dahshat haqiqatan. Galereya degan tunnelmi? Xitoyliklar degan tunnellar bor. Bundan o'xshab ketar ekan shu Chorvoq yo'llariga. O'xshab ketgan shu. O'zimizning perval bor-ku, oddiy perval shunga o'xshab ketar. Buni o'zi chiqib qilsa va. Suv Dushanbega ketishda pervalda hamma YouTube'da kanalda ko'p-ku. Tabiiy konditsioner deydi-ku, tabiiy холодильник, то есть mana. O'sha joy.
Mana shunday ketsak bor ko'ramiz hozir biz. Qaytishda shunday o'tib ketamiz to'g'riga. O'sha nimadan chiqamiz, Xovosdan. Shunday Xo'janddan chiqamiz shunday. Yo'q, bu yerda ham megafon mana bayroqlar bilan. Прямо 5 километров. Peshvoyi millat rahnamoyi oyadai Duraxshon. İkinci tunnel bu, Dushanbeniki. Kut derkansa. Kut degan ekanda. Dadam sozorga keldikmi? Ana qor yirib, suvni shakllanishini ko'rinyapti mana shu yerda. Qorlar yirib. Eng yuqori to'shkasiga chiqdik o'zi ham. Hozir mana yana tunnelga kiramiz. 3-tunnel bo'ladi-da bu. Dahshat ekan lekin. Qorlar. Vahma olib chiqadi. Yoshlar. Tojikistonda biz birinchi platni yo'liga keldik. Platnilar o'rtasida birinchisiga. Nargisini o'tar ekanmiz. Pul to'laydigan bunisidan narigisi adashib o'tdik. Kun shuni ko'rdim nimada. O'z pul to'lab o'tadigan. Какая съемка на кое, борода? Voy, o'zimizga esdalik. Съемка yok, bratан, съемка yok. Dushanbega kirib kelamiz. Bu yana platnilarga keldik. Ikkinchi pulli yo'lga kirib kelyapmiz mana Dushanbega. 13 kilometr qoldi Dushanbega. Yo'q, Dushanbega 13 kilometr qolmadi-yu, menimcha Gastinisaga 13 kilometr qoldi. Sezdirmasdan Yat somon ekan, 5 somon ekan.